Bugun oltin bozori so'nggi 10 yilliklarda eng keskin silkinishlardan birini boshdan kechirdi. Oltin va kumush narxlari uzoq muddatli o'sishdan so'ng AQShdan chiqqan yangiliklar fonida keskin pasaydi. Bu xomashyo va xavfsiz aktivlar bozori uchun kunning asosiy iqtisodiy voqeasiga aylandi. Gap mahalliy tuzatish haqida emas, balki darhol global investorlar, fondlar va valyuta bozorlariga ta'sir qilgan harakat haqida bormoqda. Sababi prezident Donald Trump Kevin O'Shning Federal Reserve raisi lavozimiga nomzodini e'lon qildi. Bozorlar uchun bu Fed siyosatining mumkin bo'lgan qattiqlashuvining signaliga aylandi. Kevin O'Sh inflyatsiyani qattiqroq nazorat qilish va stavkalarni pasaytirishga ehtiyotkorlik bilan yondashish tarafdori sifatida qaraladi. Bu ilgari yumshoqroq pul kredit siyosatini olib borgan investorlarning kutganlarini keskin o'zgartirdi va bozorning reaksiyasi darhol va hatto, menimcha, juda qattiq bo'ldi. Oltin bir savdo kunida taxminan 12% ga yo'qoldi. Bu 1980 yil boshidan beri eng katta pasayishdir. Kumushga esa yanada kuchli bosim bo'ldi va uning pasayishi 35% gacha yetdi. Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, bozor uzoq pozitsiyalar bilan haddan tashqari tolib ketgan edi va keskin o'zgarishga tayyor emasdi. Nega aynan shu oltinga zarba berdi? Yangi FED rahbarining tayinlanishi AQSh dollarining mustahkamlanishiga olib keldi. Oltin esa an'anaviy ravishda dollarga teskari korrelyatsiyada bo'ladi. Dollar qanchalik kuchli bo'lsa, oltin daromadsiz xavfsiz boshpana aktivi sifatida shunchalik jozibador bo'lmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu oddiy orqaga chekinish emas, balki rekord darajadagi o'sishdan keyin keng ko'lamli tuzatishdir. Savdodan bir necha kun oldin oltin yangi rekord darajaga ko'tarildi va bozor qizib ketdi. Har qanday yirik yangiliklar foyda olishga olib kelishi mumkin edi. Darhaqiqat, biz bir vaqtning o'zida hedj fondlar, investorlar, spekulyantlarning pozitsiyalaridan chiqib ketishini ko'rdik va bu pasayishni kuchaytirdi. Bu ta'sir nafaqat fond birjalari, balki real bozorlar tomonidan ham sezildi. Bir qator mamlakatlarda jismoniy oltin, quymalar, tangalar va zargarlik buyumlari narxlarining keskin pasayishi qayd etilgan. Kun oxiriga kelib ular darhol arzonlashdi. Bu shuni ko'rsatadiki, harakat global xarakterga ega va nafaqat moliyaviy vositalarga, balki real talabga ham ta'sir qiladi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bozor tez o'sishdan so'ng qayta baholash bosqichidan o'tmoqda. Geosiyosiy xatarlar, jahon qarzining o'sishi va iqtisodiyotlarning beqarorligi kabi asosiy omillar uzoq muddatli istiqbolda oltinga bo'lgan qiziqishni saqlab turishda davom etmoqda. Firq bo'yicha kuchlarning o'zgarishi, dollarning mustahkamlanishi va ommaviy foyda fiksatsiyasi keskin sotuvga sabab bo'ldi. Biroq bu oltinning himoya aktiv sifatidagi maqomini yo'qotganini anglatmaydi. Aksincha, bozor yuqori noaniqlik bosqichiga kirdi va bu holatda oltin yana jahon moliyaviy tizimiga bo'lgan ishonchning indikatori sifatida namoyon bo'lmoqda. Qisqa muddatda esa oltin bozori istiqboli ehtimoliy ravishda volatillikda qoladi va keskin pasayish bu mavzuni yopmaydi. Aksincha, noaniqlik bosqichini ochadi. Hozirda investorlar shoshilmayapti. Ular inflyatsiya, foiz stavkalari va AQSh Federal Reserve tizimining nafaqat bayonotlari, balki haqiqiy harakatlari bo'yicha ham tasdiq kutishyapti. Agar dollar mustahkamlanishda davom etsa va qat'iy pul kredit siyosati bo'yicha kuchlar saqlanib qolsa, oltin bosim ostida bo'ladi. Bu ssenariyda bozor hali bir muddat sodir bo'lgan voqealarni hazm qilishi mumkin, lekin o'rta va uzoq muddatli istiqbolda vaziyat boshqacha ko'rinadi. Oltin narxining o'sishiga sabab bo'lgan fundamental omillar yo'qolganicha yo'q. Global qarz darajasi yuqoriligicha qolmoqda. Geosiyosiy xatarlar saqlanib turibdi. Iqtisodiy noaniqlik ham yo'qolgan emas. Uni shunchaki vaqtincha ikkinchi darajaga surib qo'yishdi. Aynan shu sababli oltin himoya aktiv maqomini yo'qotishi dargumon. Ehtimol, hozir bozor hayajon bosqichidan ehtiyotkor va ongli baholash bosqichiga o'tayotgandir. Agar qimmatbaho metallar bozorida qayerda savdo qilish mumkinligi qiziq bo'lsa, men tanlab olgan, bozorda eng yaxshi hisoblangan brokerlarim bor va pastda tavsifda ushbu brokerlarga ro'yxatdan o'tish uchun havolalar mavjud. Tomosha qilganingiz uchun barchangizga rahmat. Ushbu kanalga obuna bo'ling. Ko'rishguncha